Poytaxtimizda qancha svetoforlar borligini bilasizmi? Bu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Bugungi kunda poytaxtimizda 1200 ta svetoforlar majmuasi faoliyat yuritmoqda. Ularning 545 tasi eski turdagi svetoforlar kompleksi hisoblanadi. Shahardagi yo'l harakatini samarali tashkil etish maqsadida zamonaviy texnologiyalar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ayni paytga qadar poytaxt yo'llariga 125 ta innovatsion aqlli svetoforlar majmuasi o'rnatildi. Rejaga ko'ra 2030-yilga qadar yana 700 ta innovatsion aqlli svetoforlar majmuasi o'rnatilib, poytaxt chorrahalarining aksariyati intellektual boshqaruv tizimiga o'tkazilmoqda. Aqlli svetoforlar nimasi bilan farq qiladi? Markazlashgan boshqaruv tizimiga ulangan, masofaviy boshqariladi, yo'llardagi tirbandliklarni oldini olib, harakatni optimallashtiradi, transport oqimini nazoratga olib, vaqtni tejaydi. Natijada haydovchilarga qo'shimcha qulayliklar ortib, shahardagi harakat tizimli va xavfsiz bo'ladi. Nega svetoforlar almashyapti degan tanishlaringiz bormi? Ularga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Javob shu yerda.